Maxtumqulini juda ko'p men mutolaa qilaman. Maxtumquli. Bunda endi Maxtumquli xalqning ichida shunaqa bir nimaga ega bo'lgan kishi bo'lgan. Qo'shiq qilishga yuragingiz jiz etadigan qanaqa kitoblaringiz bor? Navoiyni juda ko'p mutolaa qilaman. Ayniqsa Navoiyni mana lug'atlari bor. Lug'atlari. Masalan, Navoiyni tushunish uchun uni shu lug'atlari, mana shu lug'atlarini birma-bir o'rganib chiqish kerak, birma-bir shu ma'nosini, so'zning ma'nosiga nima qilish kerak-da, e'tibor berish kerak. Shundagina Navoiyni tushunasiz. Bo'lmasa Navoiy juda murakkab. Navoiyni tushunish juda qiyin. Maxtumquli ochib yozgan. Bir fikrni masalan haligi parda orqasida deydi bizada, sharqda parda orqasida qo'yib, hali bir ma'noni tushuntiradi, o'zingni aqling bilan ilqab olishing kerak. Boburda ham, Oyaqida ham, Navoiyda ham shu uslub bo'lgan. Maxtumqulida egarlar, musulmonlar kelib ketmali dunyo bu. Qo'li baland mard yigitga to'kib shoshmali dunyo bu. Masalan, oddiy til bilan shu ko'p narsalarni urib tashlavergan-da, yozib tashlavergan Maxtumquli. Oddiy til bilan tushuntirgan, tushunasiz uni. Navoiylarni tushunishcha albatta mana shu lug'at juda katta. Kelib ketmali dunyo bu. Qo'li baland yigitga to'kib sochmali dunyo bu. Qo'li baland mard yigitga to'kib sochmali dunyo bu. Kirersen, bu dünyanı gamın yersen. Adam oğluna bir kirersen, bu dünyanı gamın yersen. Körpe tüşe katı dersen, yerde yatmalı dünya bu. Körpe tüşe katı dersen, yerde yatmalı dünya bu.